Salom azizlarim, hammalaringiz tinchmisiz, omonmisiz? Ana man keldim kartalarimni olib. Rasklad boshlaymiz. Har kuni chiqarolmayapman, ishim ko'payibdi. Xudo xohlasa buyog'i chiqarishga harakat qilaman. Burchlar, iyul oyida sizni nima kutyapti? Chiqarishim kerak. Ishgadaman, ishga bo'lmasam albatta har kuni chiqarardim. Hozir sizlarga shu mavzuni tanladim. Shunaqa energiyalaringiz keldi. Siz bilan munosabatni rasmiylashtirishni o'ylayaptiman. Demak, munosabatni jiddiy kimga agar shunaqa holat bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozasiz. Hozir siz aqlingizdagi inson siz bilan munosabatni rasmiylashtirishni o'ylayaptimi? Shu mavzuda ochamiz. Sekin gapiryapmanmi, baland gapiryapmanmi? Bilmayman. Demak, meni obunachilarim, menga like bosgan, kommentariy yozgan barchalaringizni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Sizlarning energiyalaringizni oldim. Shifoli bo'lsin. Kimga to'g'ri keladi? Masalan, aqlidagi odami kelini, o'g'li bo'lishi mumkin. Munosabatlari yaxshi emas. Hamma o'zini holatiga qarab to'g'rilab olsin. Faqat ayollar uchun emas. O'zlaringizga o'girib eshitasizlar. Oldingizdan chiqdi, demak siz uchun. Boshladik. Kartalarimni qo'yib chiqaman. Juda ko'p karta tortdim. Ko'rinyaptimi kartalar yaxshi? Uchta tortayman. Demak, kartalarda aytibdi. Bunga nima deydi? Sizda deydi jiddiy munosabatlar, nikoh yoki rasmiylashtirish imkoniyati bor deydi. Hozir shunaqa holat bo'lganmi yo hali hech nima xabari yo'q bo'lsa, eshiting. Agar balki ko'pchilikka bo'lgan jiddiy munosabat, yaqinlashgan, nikoh yoki rasmiylashtirish imkoniyati. Mana. Agar aqlingizdagi odam ajralib, sud orqali ajralib ketgan bo'lsangiz, hayotingizga yangi odam keladi. Xuddi shunday munosabatni jiddiy rasmiylashtirib, masalan, nikoh boshlanadi deyapti bu kartada. Mana bu kartamda aytibdi, ozgina janjal, kelishmovchiliklar, ranjishlar bor. Hozir holi dushmanligicha turibdi aqlingizdagi odam. deydi. Bunda aytibdi, mana yordam kelyapti sizga. Hamkorlik, kim bilandir hamkorlik qilyapsiz. Munosabatlarni tiklash, birgalikda harakat deyapti. Tushundingiz? O'sha ikki kishi birgalikda aqlingizdagi odamni kelishiga harakat qilyapsizlar. Keladi Xudo xohlasa. Agar bo'lmasa aqlingizdagi odam butunlay ajralib ketgan, yo'q bo'lib ketgan bo'lsa, yangi odam kiradi. Sizda yana nimalar deyapti? Kartalarim qo'shilib ketdi. Mana ahvolingiz o'tiribsiz. Bu yerda nima deydi? Bu yerga ko'p ikkilanishdasiz, xafagarchiligingiz bor, kayfiyatingiz yo'q. Hammani ko'pchilikni energiyasi tushyapti-da, balkim hammasi bir kishiga to'g'ri keladi. Men unaqa ikkiga bo'lmadim, to'g'risi ikkita variant qilmadim. O'sha 2 marta qildim, bir xil qo'shilib ketdi energiyalar. Shu uchun bitta qilib aytaveraman. Bunda shunday, qaroringizni ham qabul qila olmayapsiz.
qo'l qovushtirib o'tiribsiz. Qani nima bo'ladi? Ikkilanishdasiz, xafasiz, umidsizsiz. Qanaydir loqaydda, unday yo'q singan deydimi, unday o'zizga bo'lgan ishonch yo'qolgan. Xuddi shunday holatda ham turibsiz ayrimlarsiz energiyalari. Bu yerda aytyapti, mana so'roq belgisi, undan holi noma'lum ayrimlarisini. Nimalarisiga shunaqa tushyapti energiyada. O'zaro muhabbat, yarashuv, juftlik deyapti. Hozir noma'lum bo'lgani bilan уже mana qarang, ahd qilyapti sizga kelishga. Nimasi siz tomonga, mana orqasi sizda emas. Уже ketganlari so'roqqa aylandi, qaytyapti bu. Sizni hayotingizga kelyapti deydi. O'zaro muhabbat, yarashuv, juftlik kartasi bu. Bu yerda aytyapti, kartalarni birdan ko'p oldim. Men shoshilaman, yomon ishim ko'p. Bu yerda mana Koroleva Pentakli bu malika sizni shu daraja ko'raykanda, mehribon, g'amxo'r, barqaror ayol deb o'ylaykan. Mana qarang, Karol ham chiqyapti. Mana sevgilariz chin keladi, nishonlaysizlar. O'zaro his-tuyg'ularingizni izhor qilasizlar. Shunaqa his-tuyg'usi bor, chuqur, ammo o'zini bosyapti. Hozir kelmay turgan bo'lsa, holi sizga o'zini bosyapti. Judayam yaxshi ko'ryapti, lekin hurmati ham, sevgisi ham beqiyos deydi. Kartalar bir-biriga mos kelyapti-da, yaxshi tushdi. Bitta yaxshi, bitta yomon tushsa ham yaxshi demasdim. Farovonlik deyapti, o'z qadrini bilish, mustaqil deb o'ylaykan sizni. O'sha bilan yashasam farovon hayot kechiraman. Qadrimni biladi deykan. Mustaqil, erkin yashayman. Unga hurmatga ham loyiq bo'laman, qadrim ham bo'ladi, asraydi. Xullas, siz haqingizda shunaqa ta'riflaydi. Xursand bo'lib o'tiribdi mana. Sizga pul ham bermoqchi, sarflamoqchi borini. Sizga qarab shunaqa chiroyli xayolida siz shunaqa intilyapti-da, lekin o'zini bosib turibdi. Shunaqa bir sizni eslagan vaqti, ertaga boraman, xuddi bir joyga ketasiz. Yo 2 kundan keyin to'y bor, to'yni yaxshi kayfiyatda eslab xayolan tayyorgarlik qilasiz. Xuddi shunday turibdi mana siz uchun. Mana shunaqa o'tiramiz degan sizga nisbatan xayolan, lekin siz bunday o'tiribsiz, bunaqa o'tiribsiz. O'sha meni ko'rib turgan odamda, endi aqlingizdagi odam sizni nikohlab rasmiylashtirish niyati, qarorlari jiddiy, siz bilan bir umrga sizni yoningizga qolish mana intilyapti, kurashyapti siz uchun. Hozir deydi, jiddiy mas'uliyatni ko'rsatmasa ham deyapti, imkoniyati bordek. Mas'uliyatni o'sha bo'yniga olyapti. Avval qiyinchiliklar bo'lishi mumkin deydi, keyin yarashuv, o'zaro totuvlik va jiddiy munosabatga aylanadi deyapti. Shunaqa, kim hozir kim bilan uchrashib yurgan bo'lsa, yolg'iz bo'lsa yoki ajralib ketgan bo'lsa, hayotiga yangi keladi, uchrashib turgan bo'lsa, shu keladi, ana eri tashlab ketib, urushib, ajrim yo'g'u, shunday kelishmay ayro yurgan bo'lsangizlar, mana shu hamma o'zini muhitiga, o'zini vaziyatiga to'g'rilab olsin. Ayol erkak farqi yo'q. Keliningiz bilan kelishmay tortishib turgan bo'lsangiz, keliniz shunday holatda keladi. O'g'lingiz bilan menga savollar tushdi telefon qilib, kelinim bilan kelishmayapmiz yo o'g'lim bilan shunaqa. Hamma o'zini muhitiga qarab to'g'rilab olsin. Yaqinda jiddiy munosabat, jiddiy kelishuv, hammasi qonun qoidasi bilan rasmiylashtirish va birga bo'lishni sizlarga bildiryapti kartalar. Avval qiyinchiliklar bo'ladi, lekin hozir ham bo'lib turgan bo'lsa, bu yog'i yarashuv, o'zaro to'siqlar ketdi, endi jiddiy munosabatlarga o'tish.
borligini ko'rsatyapti bu kartalar уже intilib sizga qarab. Mana juda chiroyli kartalarim chiqdi. Bu yerdayam chiqdi korol. Bu yerdayam yaxshi karta chiqdi. Mana bu yergayam mana qarang. Shunaqa sizni pozitiv o'ylayapti, rejalashtiryapti. Уже qarori jiddiy. Sizni yoningizga bir umrga qaytmoqchi. Kartalar qaysi qo'lda aytilmagan. Bu yerda yordam buni aytdim. Koroleva ko'rar ekan sizni, mehribon, yaxshi ko'rar ekan. Sizga birgalikda ikki kishi bu uchun kurashib, mehnat qilgansizlar kelyapti. Hayotingizni tikladi. Buniyam aytdim. Demak, kartalarim shunaqa xursandki, gapirgisi keladi sizlarga yoyilib ketyapti. Bunaqa ahvolda o'tirmang deyapti. Bu qanday buni? Farovonlik kelyapti sizga, o'z qadrini bilish, mustaqil deyapti. U farovon yashayman, u bilan har tomonlama deydi. U mustaqil, qadrini biladi deydi. Siz shunday bo'lasiz endi. Qadrizam hamma narsa o'z o'rniga bo'ladi. Kartalar shu barqaror hayotni, ishonchli inson kirib kelishi, agar yolg'iz bo'lsangiz, arazlab chiqib ketgan bo'lsa qaytadi, yana o'sha barqaror hayotingiz tiklanadi. Yoki mavjud munosabatlar mustahkamlanadi. Birga yashab turib ham tortishib yurgan bo'lsangizlar, arazlashib yurgan bo'lsangizlar, bu yo'q mustahkamlanadi. Hammalaringizga mana shu xushxabarlarim tezroq kelsin. Yaxshi mana obunachilarim, hammalaringizni tabriklayman. Juda yaxshi kartalar. Oldinda sizlarni yaxshi xabarlar, yangiliklar, hayotlaringiz nima deydi, qiyinchiliklaringizni rohati kelyapti-da endi. Shunaqa deb tushuntiraymi? Shunday. Omad tilayman. Bu safar rasklad nasib bo'lsa burchlarga qarab ochaman. Burchlar haqida. Ungacha sog' bo'ling. Yangiliklar tezroq xushxabari bilan navbatdagi raskladimga xursand bo'lib birgalikda ko'ringlar. Hozir shu munosabatlaringiz jiddiy rasmiylashtirish arafasida. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.